Aziz va mo'tabar ayollar, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Ishlaringizni eng katta yutuqlarga erishishingizni tilab qolaman. 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan butun O'zbekistonimizdagi xotin-qizlarni, ayollarni hamda o'zimiz ish faoliyatimizni yuritayotgan Uzmet kombinatidagi o'ziga yarasha mehnat yo'lida judakorona mehnat olib borayotgan ayollarimiz, xotin-qizlarni 8-mart ayollar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan aziz ayollar, sizlarni bayramingiz bilan qutlayman. Siz go'zal va betakror aziz ayollarimiz haqida iliq tilaklar bildirgan holda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Oilangizga xotirjamlik, mustahkam sog'lik tilab qolaman.